Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, bizning kanalimiz obunachilar, bizni kuzatib o'tganlar. Mana bunday plitalarimiz tayyor bo'ldi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bizda yangilik. Bu nimaga desalar, bu plitalarimiz somsa istaydigan. Hali tandirdan somsani uzib qo'yasizlar, topinga bitta dimlab qo'yasizlar. Tintlari ham bor. Mana bunday tintlari bor. Bular somsa istagan, отдельно. Nima qilinadi? Ikkidan qo'yib beriladi. Bular 0.5 kilovatdan, ikkalasi 1 kilovat bo'ladi. 0.5 kilovatdan. Va mana bunda datchiklari ham bor. Isitib sovutadigan. Gradusnikli. Shu gradusga qo'yib qo'yasizlar, o'zi avtomatik uzib, avtomatik sovutadi mana. Datchiklari. Chiroqlarga da qo'yib qo'yganmiz. Bu o'chib yonishini bildiradigan qilib. Bularimiz ikki xil variantda yasalgan, ko'rishlaringiz mumkin. Katta va kichik variantda. Kattasining narxi 700 ming so'm, kichkinasining narxi 600 ming so'm. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol O'zbekiston bo'ylab xudo xolasa yasab tayyorlab chiqarib beramiz. Dastlabkasini kelishilgan holda chiqarib beramiz, xudo xolasa. Nomerlarimizni yozib qo'yamiz. Bemalol zakaz beraverasizlar, murojaat qilaverasizlar. Bizning manzillarimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumanidan bo'ldi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aytaverasizlar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha yaratib beramiz. Barchalaringiz sog' bo'lasiz, salomat bo'lasizlar.